Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishqa iradə bağlagan. Biz bugündən başlap Edisonның sərgüzəştləri və hayati fəaliyyətini tonuşturuş arqılıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iradə bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilchi ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anlashni qo'ldan bermaysizlar. Amerikaning o'rta shimoliy qismiga to'g'ri keladigan Michigan shtatida Horn Pristoni degan ancha cho'ng bo'lmagan bir shahar bor. Bu tog'liq, suluq, buk o'rmonliq yer bo'lib, manzarasi go'zal, muhit sharoiti yaxshi deb maqtashga munosib bir joy. Shaharning shimoliy chetida qirg'iqig'i ko'z yetmaydigan zo'r bir ko'l bo'lib, u Horn ko'li deb ataladi. Bu ko'l o'zining sharq tarafidagi Ontario ko'li bilan Janub tarafidagi Erie ko'li bilan, g'arb tarafidagi Michigan ko'li bilan, shimol tarafidagi Superior ko'li bilan tutishib, Amerikaning shimoliy qismidagi mashhur 5 ko'l sistemasini tashkil qiladi. Bu ko'llarda bahuzur qatnab turgan har xil motorliq kemalar, yog'och kemalar, yog'och materiallarni, oshliqlarni boshqa joylarga to'shib, ba'zi sanoat buyumlarini bu shaharga elib keladi. Kun o'ltiray deganda ko'mishdak yaltirab turgan yangi beliqlar qachilangan, bir muncha beliqchi qiyiqlar tavlanib turgan kechki shafaqqa purkinib, ig'anglab qaytib kelishadi. Horn ko'li bo'yidagi bu kichik shaharda 1859-yili zo'r bir voqea yuz berdi. Janubning temir yo'l liniyasi farqarab turgan qop-qora ajdahordek to'p-to'g'ri shimolga qarab so'zilib, Horn pristonini yenik sanoat shahri Detroit bilan tutashtirdi. Bu chaqda amdili 12 yoshga kirgan Edison shahar xalqining bu zo'r voqea ustida xo'shal holda parang qilishganliklarini ko'rib, qalbi ixtiyorsiz to'lqinlandida nihoyat xursand bo'lib ketdi. Demisimi, ular allaqachondan beri shu kunni to'rt ko'z bilan kutib kelgan edi. Buningdan 5 yil burun Ohioning Miran shahridagi vaqtida shu yerlik boylarning kanal etishini qat'iy qo'llab, temir yo'l yasashga qo'shilmaganligi uchun Edison dadisi Shenmurning mushu voqea to'g'risida qarab tur. O'zlarini dana chaqlaydigan bu ablahlar Miranni oxiri vayron qilishidi deb g'udung shig'inni anglagan edi. Onasi Nanshimo mushu voqea to'g'riliq gap chiqqandila beshini chayqab, "Hay, agar bizning orzuyimizcha temir yo'l yasaladigan bo'lsa, Miran Chicago'dagi shaharga aylanadi-da", deydi. Bu chaqda Edison texi kichik bo'lg'achqa, ota-onasining bu gaplarining tegiga yetolmaydi. Ota-onam bu temir yo'l degan nimaga nemancha qiziqib ketdi-dikina, debli ich pushatdi. Keyingi chaqlarda temir yo'lning borgan siri uzrab ketayotganligini va temir yo'l bo'ylarida hadab yangi shaharlarning paydo bo'layotganligini ko'rgan otasi Miranda turaverishning kelgusi uchun foydasizligini sezdida Horn pristoniga ko'chib ketish qaroriga keldi. Bular ko'chib berishda Edison umrida tunji qitim poyezdga tushdi. Poyezd keng dalada uzib ketayotganda Edison beixtiyor holda, "Balli, poyezd degan g'aqirab chopadigan karomat payznimi kangu bu?" degan edi ichida. Mana endi Edison xili cho'ng bo'lib qoldi. Temir yo'lning ahamiyatini yanimi tushundi. Farqarab turgan bu ajdahoning o'zining yeniga kelib qolganligini ko'rib qandoqmi xo'shal bo'lmasin. Uning texmi xo'shal bo'ladigini
uzoqdan bo'yon ko'ngliga pukib kelgan orzusining qayta bosh qotirib tuzgan muddasining amalga oshish imkoniyati tug'ilganligi edi. To'xta, ota-onamga aytib, ularni avval ko'ndiray, dedi ichida va o'z planini eslagandek. Butun badani o'tda qizib ketdi-da, tomosha ko'rishga royi bormay, udul uyga qarab chopdi. 12 yoshlik o'g'lining sirtqa chiqib ketib, poyezdda gez setib pul topaman deganini anglagan ota-onasining ko'ngli g'ash bo'ldi-da, nima qilarini bilmay qilishdi. Uning dadisi Shanmur birdam o'ylangandan keyin aldirmay so'zlab, "Mening ravandichilik o'qitimmi yomon emas. Tapovutim oilamizning turmushiga yetayotdi. Pul tepish qoldirib nima qilasan?" dedi. Onasi Nanshi texmi qayg'urib, o'g'lining beshini siylab turib, "Balam, unda xiyollarda bo'lib yurma. Sen texi kichik. Ilgiz bino uchun avval ul solgandek. Hozir sening darsga ko'proq ko'ngil qo'ydigan vaqting emasmi? Mana shular sen uchun to'g'ri yo'l", dedi. Onasining uning darsidan ansiravatganligini bilgan Edisonning ko'rsatgan bano sabablari texmi kuchli bo'ldi. U mundaq dedi: "Men gazet sotqach, pulsiz gazet ko'rman. Topgan pulim uyning haj-xarajatiga yor-yo'lak bo'ladi. Uning ustiga ximiyalik dorilarni setib olib tajriba qilaman. Detroitga borganda kutubxonaga berib kitob o'qiyman." "Hay, undaqda temir yo'ldagilar seni olamdi", dedi uning og'zi besilmay so'zlagan o'rinliq gaplarini anglagan dadisi betoqatlik bilan. "Nimish qolmaydi ekan?" dedi Edison uzun kirpiklarini lapildatib, ko'zlarini chaqchaytib. "Nyu-Yorkda 10 necha yoshli qizlarmi tozliq ishchisi bo'lib ko'ch supurdi ekan. Haq selishtirg'uli bo'lmaydi. Ular sendek og'riqchan emas. Qovul, tambal odamlar", dedi onasi tushundirib. Edison onasiga qarab, "Ona, burunqi ko'ni gapni qilib nima qilasiz?" dedi va ikki belikini ko'tirib, mushtumlarini tugib, bilak muskullarini qaturdi-da, kichik ko'hrigini chiqarib, bir silkinib qo'ydi. "Mana, qarang, men kuchlik, tambal bo'ldim." Har nima degan bilan ona yanada xotirjam bo'la olmadi. U o'z o'g'lining teg'ibak kichik, tenining yumron, uning ustiga poyezddagi tirikchilikning nihoyat xatarli ekanligini his qilib, olimodis birar kelishmaslik bo'lib, poyezddan yiqilib ketsa, o'lmagan taqdirdimi, putqo'llari sunib ketsa, umrlik majruh bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Ammo Edisonning ruhiy holati, talaffuzi, pozitsiyasi qat'iy. Gap so'zlari o'rinliq bo'lg'achqa, nima deyishini bilolmay qolgan bo'voy bilan Mo'may bir-biriga qarashib qoldi. Yo'q deyli desa, balasining talabi o'rinliq edi. Ma'qul deyli desa, kichikgina balani sirtqa chiqarib qo'yishga ko'ngillari qiymaydi. Nanshining zodi ko'ngli qiymadi. Ana xuddi shamolda ig'anglab turgan narsadek arisaldi bo'lib qoldi. Nima amal bor? Hozirgi jahonda ahvol shuda. Naga qarasang, kambag'allarning bolalari jaynakdak turib tirikchilik yo'lida paypitak bo'lib yurishmoqda. Lamjim deyolmay qolgan ona qo'llarini ishqilab uyoq-bu yoqqa mengib yurgan eriga qarab qo'ydi. Ondan balasiga qarab xiyolga ketdi. Shundoq, bu bola kichkidan tortib tamkin fikr qilishga mohir edi. Ba'zi ishlarga duch kelganda kallasini ishqa solotida bir muncha ajoyib g'aroyib fikrlarga keladi. U chaqda ona o'ylab beixtiyor holda o'tmishdagi ishlar ustida xiyol dengizga g'arq bo'lib ketdi. Nanshi 18 yoshida turmushga chiqqandan tortib hozirgacha 7 farzand yuzi ko'rdi. Lekin bulardan faqat 4 ay bo'lib qatorga qo'shildi. Qolgan 3-chi, 4-chi, 6-chi, 5-chi bolasi kichik chig'dilar. Arqa-arqadan kasal bo'lib o'lib ketdi. Hozir o'ylasa, yurak siyrilib ketadi. Edison 7-chi bola bo'lib Miranda tug'ilgan. U tug'ilgan yili Shanmur 43 yosh, Nanshi 37 yosh bo'lib, Edison ularning qirg'anda topgan bolasi edi. U inga deb yerga tushganda, uning ko'k-ko'k ko'zlarini, yumaloq yuzini, suv seriq chechini ko'rganda, bu bolani chiroyli ekan, onasiga xuddi qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan deb maqtamay qolmadi. Ammo birli yetarsizligi bor edi. U bakma avoq, yumron bo'lib, kichkina shamolg'imi bardoshlik bera olmagudek ojiz edi. Yana bir tarafdan bu bolaning beshi shunchalik yo'g'on ediki, tug'ut doktori bir hazo hanq etib qoldi-da, ixtiyorsiz holda
Bu bala anasının qo'sqidiki chaqdila meni vospalnisi bo'lganligi ehtimolini haydi yaqin, dedi. Yanda turib, doktorning bu diagnozini anglagan Shanmurning birdil arvohi ustida kayni-kaynidan beshini chayqab, "Bu tug'ma ojiskanda", devatdi. Doktorning diagnozi, erining qayg'usi, xuddi ikki tal o'tkir pichoqdek birdilla Nanshining yuragiga sanjildi. U yeshini ichiga yutib, "Ah, Tangrim, meni bola uchun oz yig'lidi dedingmi? Nemishqa menga yana yangi azob bergansan?" deb o'yladi. Dastlabki chaqlarda Edison doim og'rib qelib, ota-onasi haqiqatan qiynaldi. Dunyoga kelganiga uzoq bo'lmagan bu bola nari og'riganligini aytolmay, hadisini varqirab yig'lab turardi. Onining ichi titib bo'latdi, beshi qotatdi. Nima qilarini bilmay, yig'lab turgan bolaga qarag'inicha gangirab, kech-kechilab kirpik qoqmaydi. Qanchiligan ansiz kunlarni o'tkazdi. Obdan qarash, beqish orqasida bolasining oxiri kundan kunga temallashib ketayotganligini ko'rgan ona go'yo ustidan yo'g'on bir parcha tosh elib tashlangandek bo'ldi-da, chiroyiga kulki yugurdi. Turmushda o'ngishsizlik yuz bermasala, kunlar nihoyatda tez o'tib ketdi. Ko'zni yumib ochqicha Edisonning tilimi oyig'imi chiqib qoldi. Shu yillarda Kaliforniya shtatida oltin qazish ishi qizib ketib, oltin koniga berib ko'ngildagidek turmushga erishish xiyolidagi kishilar uning ishki oldidan to'p-to'p, guruh-guruh holda o'tib turishadi. Edison ishki oldida turib, o'zilmay o'tayotgan bu odamlarga qarab baxmi xo'shal bo'lib ketadi. U bu kishilarning kaynidan bir u yoqqa, bir bu yoqqa yugurib, "Nega borsizlar? Kaliforniya nada? Oltin degan qandoq narsa?" deb cho'ronlab so'rab ketadi. Bu bolaning mijozi shundoq edi. U o'zining aka hadillarga o'xshamaydi. So'rashqamroq edi. Tushunmaydigan biror ishni ko'rsili so'raydi. So'ragan narsasi ustida o'ylanadi. Odatda uydimi nimani ko'rsa so'raydi. Osonlikcha so'ramay o'tkazib atmaydi. Uning bir ishni ujur-bujurigacha so'rishidan gangirab qolgan Shanmur javob bera olmay, uni beshiga shapaloqlab qo'yib, "Yugur, berib onangdan so'rag'in" deyishga majbur bo'ladi. Nanshi ilgari boshlang'ich maktabda muallim bo'lgan, xili yaxshi tarbiya ko'rgan ayol bo'lg'achqa, mushundaq fursatlardan foydalanib, buningga qoidasini, sababini tafsili inchki tushundiradi. Bir kuni Edison go'yo jahonni kam uchraydigan nihoyatda zo'r bir ishni bayqagandek, so'ran shavqin selib yugurib keldi-da, yumaloq yuzini onasiga qilib, "Humi" deb turib so'radi. Ana, o yerda bir tuxumlarni ostiga besib yetyapti. Nima qilg'ini u?" Ana qo'lidagi ishni qo'ydi. Egilib bolasini bag'riga besib, kulib turib, "Balam, to'g'ri ananing tuxumlarini to'ngib qolmasin" deb istivatqini, dedi. "Tuxumni to'ngamdi, unimi istamdi?" "O tuxumlar chuji chiqariladigan tuxumlar, boshqa tuxumlarga o'xshamaydi", dedi ana. "Chuji chiqarish degan qandoq bo'ladi?" "To'g'rining balasi tuxumning shaklidan chiqadi. Tuklik to'pga o'xshaydigan to'g'ri balalarni, ya'ni chujilarni ularning onasi xuddi sen ko'rgandek ashundoq o'z teni bilan besib chiqargan." Bala beshini qing'ir qilib bir pas o'ylangandan keyin, "Ha, tuxumni ostiga besib isitsa, chuji yugurib chiqamdi?" deb so'rdi yana. "Ha, shundoq balam." Shu kuni kechqurun bu bola birdili yo'qolib ketdi. Bir necha soatgacha ko'rinmadi. Oildagilar titit bo'lib, taraf-tarafga chepishib, izlabni topolmadi. Natijada Shanmur qo'shnisining ambar ishkiga berib, ichiga qargan edi. Voy, bu pindak xalqning ambarda bir uvi yasab, ichiga bir moncha tuxumni qo'yib, chuji chiqarish uchun tuxumlarni besib etibdi. Bu bola 7 yoshga kirgan yili boylar kanalg'ili ixlos qilib, temir yo'l yasashga unamaganlikdan Miran shahrida savdo-setqi kasatlashib, bu shahar aholisining 80% ragi ko'chib ketdi. Taxtaychilik o'qitining kasatlashib, hal kunining texmi qiyin bo'layotganligidan zarda bo'lgan Shanmur xuddi puti ko'ygan to'g'dek tipirlab qoldi-da, oxir ketish niyatiga kelib, "Ha, yuringlar. Boylar bizga kun bermadi, ko'chib ketayli", dedi. "O'rnimiz taslikda issigan edi. Yana ko'chishning gapini qilyapsiz. Yoqi yurtda qandoq tirikchilik qilamiz?" dedi Nanshi. "Hech vaqasi yo'q. Nagili borsak, yana ikki biligimizga tayinib kun kechirishga to'g'ri keladi", dedi Shanmur. Ular
Huron pristoniga ko'chib kelgandan keyin bu shaharning shimoliy tarafidagi Glato zambirak xonasi yanida uy ijaraga oldi. Shanmur ravandichilik qilishga boshladi. Bu yerning tog' daryolari chiroyli. Manzarasi ko'rkamligini ko'rgan Shanmur ovqatdan qo'li bo'shagan vaqtlardan foydalanib, eshik oldiga yog'ochdan bir ravaq yasadi. Ravaqning egizligi 100 inglizchasi keladi. Aylanma sho'tisi bor edi. Ravaq chiqib qarasa, atrofdagi manzara alqandikidek ko'rinib turadi. Edison ravaqqa chiqib, koni shakldagi durbon orqali tuman ichida yop-yeshil so'zilib yotgan o'rmonliqlarni, aynakdek yaltirab turgan ko'lni, ko'zni qamashtiradigan do'lqinlar ichida mo'kidek o'zishib yurgan kema paraxotlarni ko'rib, xo'sh bo'lib, bu chiroyli manzaraga qiziqib qoldi-da, har kun ravaqqa chiqib elib, atidan kechgacha tushkil unmaydigan bo'lib qoldi. O'g'lining bunda qiziqib ketganini ko'rgan Shanmur ravaqni boshqarish vazifasini uningga topshirish qaroriga kelib, mundaq dedi: "Balam, bu ravaqni tomoshabinlarga ijaraga beramiz. Sen boshqaruvchisi bo'lasan. Kim ustiga chiqib tomosha qilmoqchi bo'ladi ekan, uningdan 2,5 tiyin tomosha qolasan." Dastlabda bu ravaqqa chiqib tomosha qiluvchilarning hayti oz bo'ldi. Gul bir yoz bo'yi hammasi bo'lib $3 kirim bo'ldi. Ammo bu bola xumardan chiqudek payzi qilib oldi. U ravaqqa o'zi yolg'iz chiqib elib, atiganki kechki shafaqni, yomg'irdan keyingi Hasan Husanni, Huron ko'lining kishini mabtun qiladigan ajoyib chiroyli manzarasini tomosha qiladi. Ko'p chaqlarda bu manzaralarga mabtun bo'lib ketib, hatto tomoq yeyishmi yodidan chiqib ketadi. Keyincha Huron pristonida temir yo'l yasaldi. Ravaq chiqib tomosha qilguvchilar birdili ko'payib ketdi. Azaldan cho'ldarab qolgan ravaq oxir toza ovatlashib ketdi. Biroq bu keyingi vaqtdagi ish edi. Bala 8 yoshdan oshganda ondan rasmiy maktabga o'qishga kirdi. Bu maktabda oran birli sinf bor edi. Maktabdagi Engir apandini muallim deysimi, maktab mudiri deysimi bo'laveradi. Chunki butun suruk bu maktabda ashu birli kishi bor edi. Bu apandining o'qitish usuli shu ediki, uning bir qo'lida darslik bo'lsa, bir qo'lida qamchi bo'ladi. O'quvchilarning qo'liqini so'zib, darslik kitobidagi bilimini ularning miyasiga qo'yadi. O'quvchi salli to'g'ri javob bera olmay qolsa, qamchi bilan rosa savdaydi. Edison muallimning bu qiliqidan intayin nafratlanadi va bundaqmi tarbiyalash bo'lamdi? Onamning tarbiyalashiga yetmaydi ekan deb o'yladi. Ko'nglida bu tugum bo'lg'achqa dars quliqiga kirmaydi. Uning ustiga o'tirg'i qo'ygan savollarga muallimi ko'pincha javob bera olmaydi. Shuna bu maktab uningga borgan siri yoqmay qoldi. Shu sababdan har 3 oyda e'lonlanadigan imtihonda sinf bo'yicha orqada bo'lib, kaynidan sanaganda birinchilikni oladiganini hamisha Thomas Alva Edison edi. Edisonning zoti qandoq bola ekanligini Engirmo tushunolmaydi. Dört deydi dört emas. Qo'ygan savollari cho'nqur. Aqlliq deydi aqlliqmi emas. Darsda yetishilmay har navbat orqada qoladi. Ya dört bo'lmasa, ya aqlliq bo'lmasa, buni zodi nima deyish kerak? Engir u yan o'ylab, bu yan o'ylab, bir vaqtcha tadqiq qilib, birdilla tushungandek bo'ldi-da. Topdim. Galvan dörtmi emas, aqlliqmi emas bo'lgandan ikkisining o'tirdikisi galvan deyiladi dedi. Bu chaqda maktabni ko'zdan kechirish uchun bir taftish kelib qoldi. Engir o'zining bu tadqiqot natijasini taftishga doklad qildi. U o'quvchining ismi Edison, sepi o'zidan galvan. Bundaq o'quvchini davomli o'qitishning meningcha hech bir ahamiyati yo'q, dedi Engir hiliq taftishga. Qo'liqi uzun Edison muallimning bu gapini anglab qilib, xuddi beshig'i kaltak takkandek titrab ketdi-da, jim bo'lib qoldi. Keyin birdilla burilib yugurgan peti maktabdan chiqib ketdi. Balasining rangi tatargan, ko'krigi bir ko'tarilib bir pasayib turganligini, darsdan tushmay turib qaytib kelganligini ko'rgan Nanshi biror vaqa bo'lganligini bildi-da, uning oldiga berib muloyimlik bilan "Balam, nim bo'lding?" deb so'radi. Bala yana jim bo'lib qoldi va yosh agib turgan ko'zlarini onasiga tikdi. Bir hazodan keyin pang'ida yig'lab tashlab, "Ana, muallim meni tilladi, haqoratladi. O'qimayman, zodi o'qimayman" dedi va Isa deb turib muallimi aytgan gapni onasiga dedi.
Nanshi munahayit xafa bo'ldi. Menmi muallim bo'lgan deb o'yladi. Dars o'tgan, biroq bolalarga bundoq muomala qilgan muallimni ko'rmagan. U atsi bolani yetilab maktabga keldida, yuzma-yuz turib pelqi muallimdan so'radi. Engir apandi, siz o'zingizning Edisonga bergan bahayingizni o'ylab ko'rdingizmi? Dedi u hömidab turib. Sizdan so'ramoqchiman. Mening bolam qandoq galvon ekan? Bundoq bo'lishini o'ylamagan Engir bir oz tantirab qoldi. Ondan yenik yo'tilib qo'yib, kekirdikini namlab, o'zini besib elib, aldirmay ratlik so'zladi. Shundoq, o'g'lingizning zodi qandoq bola ekanligini menmi tushunolmay qoldim. Aqlliqmikin desam, sinf bo'yicha natijasi to'van. Do'tmikin desam, chatoqchilikni qo'y biladi. Uning tutami yo'q bu gaplari Nanshining o'g'zini qaynatdi. U höppida qizarib ketdi-da, kechirmagan holda dedi. Tunigun uni galvan deb tillabsiz. Bugun yana uni chatoqchi devatsiz. Mening bolam qandoq chatoqchilik qildi? Qiz tashdi qolgan Engir o'zini basolmay mundaq dedi. Qandoq chatoqchi bo'ladi? Ma'qul, men deb beray. Bir kuni hisob darsi o'tganda boshqa o'quvchilar ko'ngli qo'yib olmadi. Bolangiz yo'q yerdan gap tepib, muallim 2 ga 2 ni qo'ysa nemish 4 bo'ladi deb so'rayotdi. Aytgan, 2 ga 2 ni qo'ysa 4 bo'lmay, yana nima bo'lmoqchi? Bu chatoqchilik qilgan bo'lmay nima? Bu mu chatoqchilik qilganlik bo'lamdi? Bu sizning o'quvchilarning xarakterini tushunmaganligingiz deyildi. Dedi Nanshi dimog'ini qiqib qo'yib. Bu chaqda izog'i chidamagan Engirning achchig'i keldi-da, "Men dars berishni bilaman. Xarakter bilan chatqim yo'q", deb hurkirdi. İkisi bir-birida gapdan qolmay, oxir munozaralashib qoldi. Ularning gaplarini anglab, ham terikkan, ham xafa bo'lgan Edison ko'zlarini chaqchaytgan holda ularga qarab turardi. U onasining mehrdan cheksiz huzurlanatdi. Muallimning o'ktamligidan g'azablanatdi. Munozaraning oxirida Nanshi bolasining qo'lidan tutdi-da, ochchig'i bilan: "Yur, ketayli bolam. Bu maktabda o'qimagan. Bundan keyin seni o'zim o'qitaman." Shuningdan keyin onaning zimmasiga kundalik uy ishlarini bir taraf qilishdan tashqari yana bola tarbiyalash yuki ortildi. Bahorda daraxtlar bix surib, bir necha quloq yeshil yupurmoq chiqarganda, ona bola ikkalan ishk oldida optob sung'ach o'ltirib, ana bolaga dars o'tdi. Yoz kunlarida ko'p-ko'k osmondagi emir-chimir yulduzlar ko'zlarini sho'xlik bilan jimildatib turgan chog'larda ona o'z o'g'lini yetilab, egiz ravoqqa chiqatdi-da, salqindig'ach Rim imperiyasining gullangan va zaiflashganligi, Angliyadagi o'zgarish haqida so'zlab beradi. Kuz kirib, paqalar daryo qirg'oqlariga o'milab chiqishib, kur-kur qilishgan chog'larda Edison yana Robinsonning sarguzashtlari, Fojialik dunyo deganga o'xshash klassik adabiy asarlarni o'qidi. Kuz ketib qish kirib, g'arbiy shimol shamoli hush qaytgan, osmondan paxtakdak qor tushgan chog'larda ana bola ikkalan uydan chiqmay, o't sinib o'ltirib, ximiya bilan fizika ustida tadqiq qilishadi. Bolasining fizika ximiyalarga alohida qiziqadiganligini bayqagan ona atayin bozorga berib, fanni o'qish kitobi akilib berdi. Bu kitob ayni vaqtda nihoyatda dangliq asar bo'lib, uningda faqat fizika, ximiya jihatga tajribalar so'zlanadi. Qisqa, mazmunli tushuntirishlar, tafsiliy qistirma suratlar bor edi. Bu bolamo famlik, qo'llari aplik bo'lg'achqa, kitobdagilarni o'zi mulohiza qilib, aytilgan qoidalarni o'z payticha ko'chirib, bir-biridan tajriba qilib ko'radi. Tajriba qilish chomi yetganlarni tajriba qilmay qolmaydi. Tajriba qilish, sinoq qilish g'ayirtining qanchalikligini so'rmay qo'ydi. Uzoq o'tmayla u kitob bo'yicha ish qilib xumardan chiqmadi-da, maqsadli holda ba'zi obyektlarni tepib, sinoq qilishni kengaytmoqchi bo'ldi. U bir kuni Frankelinning tok haqidagi kashfiyotini o'qib, ondan yo'g'on ikki erkak mushuk deb keldi. Surkash orqali tok hosil qilishni tajriba qilmoqchi bo'lib, bu ikki mushukning quyruqini missin bilan bir-biriga chetib, mushukning dumbusini kuchining boricha ish qildi. O'ylab yiqing, mushuk shuncha chidamli bo'ladi. U birovning o'ziga daxl yetkazmoqchi bo'layotganligini ko'rib, hech gapdan hech gap yo'q, tugilib, hurpiyib, xurqirg'inicha ko'zlarini alayt qiltirdi. Oxiri qanday bo'ldi demoqsiz? Surkash orqali tok hosil qilish siniqi vujudga chiqish u yoqda tursin. Aksicha bu ikki mushuk uning bir qancha yerini tatilib oldi. Yana bir kuni u qaysi kitobdan bir kitobdan sharning osmonga chiqish qoidasini ko'rib qoldi.
Bu uningga hayt qiziq tuyuldi-da, bunimi tajriba qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin qanday tajriba qilish kerak? Bu haqda o'ylandi. U yan o'ylab, bu yan o'ylab, birdil tushunib o'z-o'ziga mundaq dedi. Topdim. Sharning osmonga chiqishi uning liq yal to'shqizilganligida. Mubodo yal paydo qiladigan biror dori deb qo'soqda yal paydo qilsa, u chaqda u o'qdak etilib chiqib, do'sti O'shni uyga boshlab keldi. Ya'ni yugurib chiqib ketib, yo'g'on bir xalta surgi dorisini tepib kelib, cho'ng bir istakonga qaynoq suv qo'ydi-da, astoydillik bilan so'zni donimi-doni qilib, uchishni xolamsan, uchiman desang, amal topdim. Qo'shnisining bolasi edi. Hamisha uning bilan birga o'ynaydi. U biror tajriba o'tkazmoqchi bo'lsa, uning amalini topatdi. Shunga uningga qoyil edi va uning gapiga kiratdi. Bu qitim uchishning amali borligini anglab, dastlab qiziqdi. Keyin bir oz gumonlandi-da, ko'zlarini purishtirib, "Mening qantim bo'lmasa, qanday uchaman?" deb so'radi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni www.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli hozirlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.